birlashtirish uchun, ma'lumotlarni matematik tilda yozish uchun, matematik apparatdan foydalanish uchun matrisalardan foydalanamiz. Xizmat ko'rsatuvchi asosiy mashinalar bor. 01, 02, 03, 04 mashinalarimiz bor. Bular kutib qolish kerak emas. Bular uchun alohida. Shundan tashqari umumiy jamoat transporti, avtobuslar ham kutib qolish kerak emas. Chunki xodim ishga kechikmasdan borish uchun avtobus o'zining belgilangan marshrutida, belgilangan vaqtda yurishi kerak. Buni ta'minlab berish uchun yo'lni tartibga olishimiz kerak. Shu jarayonlarni boshqarishga bizga matrisa umumiy jadval sifatida foydalanish imkoniyatini yaratib beradi. Har bir hodisaga o'zingiz misol tuzasiz, kamida 3-tartibli determinant bo'lishi kerak. 3-4 tartibli determinant 5 tadan misol tuzasiz. Birinchi hodisaga deysizda 5 ta misol, 1 dan 5 gacha misolni o'zingiz tuzib, yozib, hisoblab, ikkinchi hodisaga 5 tadan, uchinchi hodisaga 5 tadan, hamma hodisasiga 5 tadan misol tuzib, bugun kechgacha ishlab, yozib varaqqa topshirib ketasiz. Biz vazifani o'zingizdan kelib chiqib, o'tilgan mavzudan kelib chiqib berib ketaveramiz. Va o'zingizni ijodkorlikka o'rgatamiz. Siz harakat qilib, o'zingiz o'rganib, shuni topib harakat qilsangiz, siz kreativ fikrlaydigan bo'lasiz. Uchun top 300 talik, top 500 talik, top 1000 talik talabalar qatorida bilimga ega bo'lib ertaga shunday mutaxassis bo'la olmaymiz. Albatta bo'la olamiz. Buning uchun xohish kerak, istak kerak va o'qish kerak. Mehnat qilish kerak. Albatta shu narsaga erishamiz. Biz siz uchun barcha imkoniyatlarni yaratib beramiz, kerakli manbalar bilan ta'minlaymiz, material bilan ta'minlaymiz. Sizdan chidam, bardosh bilan o'tirib o'qish talab etiladi. Shuni bajaring, ertaga hayotda siz o'z o'rningizni topib yaxshi mutaxassis bo'lasiz.